Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ya azizlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuhu. Qadrdonlarim, sizlarga bir ajoyib bir rivoyat aytib bermoqchiman. Qisqagina o'zi. Iltimos, o'tkazib yubormasdan shundoq ko'ringlar, iltimos sizlardan qadrdonlarim. Bir kuni kunlardan bir kun Payg'ambarimiz Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qabriston oldidan o'tib ketayotgan ekanlar. Bir qabr tepasida to'xtab qoldilar. Juda xafa bo'ldilar, yig'ladilar. Muborak ko'zlaridan oqayotgan yoshlar muborak soqollarini ho'l qildi. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ey Allohning Rasuli, Allohning payg'ambari, nimaga yig'layapsiz? Nimaga xafa bo'lyapsiz?" deb so'rashdi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu odam o'lganiga, dunyodan o'tganiga 7 yil bo'lgan ekan. 7 yildan beri azobi qabrda yotgan ekan. Allohning rahmi kelsin dedilar, duo qildilar. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana o'sha qabriston oldidan o'tdilar. O'sha qabr tepasida yana to'xtadilar. Bu gal tabassum qilib xursand bo'ldilar. Tabassum qilganlarida muborak og'izlaridagi sadafday tishlari chiroyli bo'lib ko'rindi. Sahobalar so'rashdi: "Ey Allohning payg'ambari, oldin gal xafa bo'lib yig'lagan edingiz, mahzun bo'lgan edingiz." Mahzun degani cho'kib qolish, xafa bo'lish. Bugun xursand bo'lyapsiz. Sababi nima deganlarida, sababi dedilar, bu odam dunyodan o'tganiga 7 yil bo'ldi. 7 yildan beri azobi qabrda yotgan ekan. Dunyodan o'tmasdan oldin xotini bolasiga homilador ekan. Dunyodan o'tib ketdi. Bolasi tug'ildi, qizcha, jajji qizaloq. Oradan 7 yil o'tdi. Qizcha 7 yoshga to'ldi. Jajji qo'llarini duoga ochib, Allohumma g'firli va li validayya. Ey Allohim, meni gunohlarimni kechirgin va meni shu dunyoga kelishga sababchi bo'lgan otamni qilgan gunohlarni Alloh mag'firat qilib kechirgin deb Allohdan so'radi. Butun olamlarning podshosi bo'lgan Alloh o jajji qizaloqni duosini eshitdi va duosini quruq qaytarishdan Alloh hijolat bo'lib, duosini qabul qilib, otasini otashi jahannam qabr azobidan ozod qildi degan ekanlar azizlarim mana. Mana farzandi duosini xosiyati azizlarim mana. Oilaga shukr. Joninglar sog' bo'lsin. Vaqtinglarga rozi bo'linglar qadrdonlarim mana.